motobloglarda ichida sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng yaxshisini oqtarib yurgan akalarimiz e'tibor berasizlar. Ko'pchilik bilgan motobloglarda ichida eng baquvvati bo'lgan Belarus firmasiga tegishli Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bu Belarus motoblogini ko'pchilik biladi, sotuvchi akalarimiz ham va motoblogda olib minib ko'rgan akalarimiz ham biladi. Boshqa turdagi balonli motobloglarda ichida, undan tashqari katta to'r balonli traktorlarda ichida ancha yillardan beri sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng birinchilardan bo'lib kelayotgan Belarus motoblogimizni sizlarga bugun eng kichkina 7-6 kishilik kichkina korobkalik, undan tashqari 7-6 kishilik katta korobkalik, undan tashqari Belarus firmasiga tegishli 15-6 kishilik katta korobkali motoblogimizni to'liq ma'lumotini sizlarga tanishtirib o'taman. Undan tashqari ko'pchilik so'raganda komplekt holatda olmoqchiman, aravasi bilan kerak degan akalar, sizlar uchun bugun eng kichkina aravamiz hamda o'rtacharoq aravamiz va undan tashqari eng baquvvatini olaman aravani ham degan akalarimiz uchun e'tibor berasizlar. Listlari juda ham qalin qilib ishlangan, eng qalin listlardan foydalanilgan. Yon tomonlari ham faqatgina mana bunaqa listni o'zi emas, yonlariga ham polni mehr berib akalar profildan ramka qilib to'qib chiqilgan, chuqurligi ham anchagina chuqur. Listlarni mana bitta qalinligiga ahamiyat beraverasizlar. Eng qalin list, katta damas balonlar bilan jihozlangan. O'tiradigan joyi ham hattoki mana bunaqa taxta emas akalar, temirlik qilib, pishiq qilib ishlangan bo'ladi. Oyoq qo'yadigan joyinglar temirdan, hamda mana oldi tomonlari ham oddiy mana bunaqa profilni o'zi qo'yilmagan. Qalin 3 stenkali to'rga to'r profildan jihozlangan hamda e'tibor berasiz. Eng kerakli joyi dishlasi mana bunaqa ingichka dishlamas, eng zo'rini olaman degan akalar, mana bunaqa eng qalin dishlarli aravalarimizgacha hozir tayyor bo'lgan. Buni hosilaga qisqacha ma'lumotlari, aravani ham, motoblogini ham tanishtirib o'taman va kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomerimni ham qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib, bizning do'konga kelib, xohlagan turdagi motoblogingizdan yoki-da mini kultivatorlardan yoki-da motobloglar uchun xohlagan razmerdagi aravalaringizdan yoki-da motobloglarda hamma turdagi agregatlardan, aga, chizel, plug, selka hamma agregatlardan ham bizdan sotib olsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, nomerimni qoldiryapman. Hozir buni sizlarga to'liq ma'lumotini beraman bo'lsa, video yoqayotgan bo'lsa, hamda bizdan kelib motoblog olayotganingizda narxini arzonroqqa olmoqchi bo'lsangiz, hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib qo'ying. Xudo xolasa bizning do'konga kelib, shu turdagi motoblogni olayotganingizda narx-navosini tushirib, skidka narxda qilib beraman. Siz bizni qo'llab-quvvatlab, bitta dona shu ekranga like tugmasini bosib qo'yganingiz uchun. Bo'lmasa motoblogni ma'lumotini berishni boshladim. Xo'p, eng kichkina modelidan boshlaymiz. Eng kichkina modelimiz Belarus firmasiga tegishli Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motor qismi 170F motor bilan jihozlangan bo'ladi. Kichkina model deyilayotgandan sabab buni korobka qismi 450 talik korobka deyiladi. Shuni hisobiga kichkina korobkali motoblog hisoblanadi akalar. U tomondagi ko'k rangligi 550 talik katta korobkali. Hozir uni ham ma'lumotini beraman. Xo'p, yurish qismi zavodnoy orqali yarimta tortganingizni zavodit oladi. Motor ishga tushgandan keyin korobkaga harakat beradi va oldiga 1, 2 skorost, orqaga bittadan zatning xotlargacha jihozlangan bo'ladi. Xo'p, bu motoblog o'zi nima ishlar qila oladi degan akalar, bu motobloglarda yer haydash, kultivatsiya qilish, agat olish, chizel qilish, mola qilish, aravada yuk tortish, dori setish, shunga o'xshagan hamma ishlarini bemalol qilib beradi. Bu Belarus motoblogini boshqa motobloglardan ustun tomoni birinchi o'rinda eng kichkina mana shunaqa kichkina korobkali deyotganim, boshqa oddiy motobloglarga nisbatan birinchi o'rinda baquvvat bo'ladi. Ikkinchi o'rinda Belarus motoblogining yaxshi tomoni, bunga har doim original yaponskiy karburator qo'yiladi. Shuni hisobiga benzinda birinchi o'rinda, hozirgi kunda benzinlar prostoy bo'lib ketgan hisobiga benzinni birinchi o'rinda tanlamaydi. Ikkinchi o'rinda motor o'zini o'zi zashta qiladi. Shu tomonlama yaxshi. Orqa tomondagi qishloq xo'jaligi ham aboroti balandidan bo'ladi. Shuni hisobiga yer haydaysiz, pul yig'ganingizda qiynalib qolmaydi. Mana bunaqa aravada yuk tortsangiz ham bu Belarus motoblog'lari umuman qiynalib qolmaydi. Aytganimdek, bu Belarus motoblog'larini maqtash shart emas. O'zi ancha yillardan beri
katta turbalonli traktorlari, magnumlari va shunaqa kichkina bunaqa mini traktorlarni minib yurgan akalarimiz bor. Shuning uchun Belarus motoblogini maqtash umuman shart emas, chunki sifatini hamma biladi. Xo'p, narx-navoziga o'tadigan bo'lsak, eng kichkina korobkali komplekt frezalari bilan 3 million so'mdan boshlab eng kattasi 4 million 800 minggacha bor, 7 ot kuchli modeli. Xo'p, orqa tomondagi aravamiz razmeri 1,5 ga kelib, endi 90 sm bo'ladi. O'tiradigan joyi taxtadan, oyoq qo'yadigan joyi taxtadan bo'ladi. Xo'p, bu aravamizning narxi akala 1,5 milliondan 2 million 300 gacha. Aynan bu aravamizni bo'yini baland pastligiga hamda balonini mana shunaqa skuter balon yoki kattaroq balon qo'yiladigan bo'lsa, narx-navozi o'zgaradi. Xo'p, listlari polnisti konteyner list bo'lgan bo'ladi. Yonlarigacha mana konteyner listdan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, endi motoblogini ham sal kattarog'ini 450 talikka nisbatan kattaroq bo'lsin, bo'yi balandroq bo'lsin, hamda aravasi ham sal baquvvatroq bo'lsin degan akalar. Bu tomonda mana endi Belarus firmasiga tegishli korobkasiga ahamiyat berasiz. 550 talik usulli katta korobka bo'ladi endi bu. Xo'p, bu ham o'sha aytgandek Belarus Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motoblok hisoblanadi. Bunda ham shu motor qismi 7 ot kuchlik. Bunda ham yurish qismi zavodnoy orqali yarimta tortcha zavodit oladi. Va bu ham motor ishga tushgandan keyin teva tomonda oldiga 1 hamda 2 skoros, orqaga bitta zatning xotigacha jihozlangan bo'ladi. Xo'p, bu motoblogimizni aytib o'tganimdek boshqa motobloglardan farqi birinchi o'rinda korobka Belaruslarda baquvvat bo'ladi. Ikkinchi o'rinda Belarus motobloglarini frezalari baquvvat. Uchinchi o'rinda karburatorlari ancha yaxshi sifatli benzin tanlamaydigan qilib ishlangan bo'ladi. To'rtinchi o'rinda motorda o'zini o'zi zashta qiladi. Mabodo kam yog'lari kamaysa, suyulsa shu tomonlama o'zini o'zi zashta qiladi. 5-o'rinda aytganimdek qishloq xo'jaligining aboroti baland, shuni hisobiga arava yuk tortganlarida qiynalib qolmaydi. Xo'p, narx-navosini aytib o'tdim. 3 milliondan boshlab 4 million 900 gacha bu modellarimiz bor. Orqa tomondagi aravamiz, xo'p, bu ham listlar ponni konteyner listdan yasalgan. Balonlari oldingiga nisbatan kichkina balon emas, damas balon qo'yilgan. Qanotlari mana shunaqa razmerda ishlangan. O'tiradigan joyi taxta, oyoq qo'yadigan joyi temirdan bo'ladi. Bu aravamizning narxi 1 million 800 mingdan boshlab 2 million 700 ming so'mgacha bor. Xo'p, aravani bundan baquvvatrog'i, sifatlirog'i hamda eng yaxshisidan olaman degan akalar mana bu tomonda aravalarning ichida eng baquvvati hamda eng listlari qalinini yasaganmiz akalar. Nima uchun buni kraska qilmadim ukam deganlarga listlarini qalinligini hamda svarka quyilgan joylariga ahamiyat berasizlar. Mana oldingilarda svarkalari kam bo'lardi, shuni hisobiga narx-navolar arzon bo'lardi. Buni endi polnisti akalar aylantirib kontachnida svarka qilingan, oddiy svarka apparatda emas, shuni hisobiga listlari qo'yib bo'shab ketib bo'lmaydi. Yon tomonlarigacha kontachnida svarka qilingan bo'ladi va pastlari ham ancha baquvvat akalar. Ustiga ham bitta like bosib qo'yasizlar. Juda ham mehrda ayamasdan yasalgan arava. Xo'p, arzonroq aravamizdan bu aravamizning farqi birinchi o'rinda balandligi balandroq, uzunasiga uzunroq. Bundan tashqari o'tiradigan joy temir, mabodo bukilib, sinib, unaqa narsa bunda umuman bo'lmaydi, chunki list qalinligini ham bitta ko'rib qo'rasiz. 2,5 stenkalik qalin list bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, yon tomoniga hattoki mana bunaqa listni o'zini qo'ysa eshilib, bukilib ketmasligini oldini olib, yoniga polnisi mana shunaqa 3-2 profillar ramka qilib to'qilgan. Shuni hisobiga arava ancha yukni ichiga og'ir yuklasam chochilib ketmaydi. Xo'p. Bundan tashqari oddiy aravalarimizni ahamiyat bersiz mana bularni oddiy profil bo'lardi. Bu aravamizning yaxshi tomoni yon tomonlari taglarigacha mana polnisti profil akalar. To'rga to'r qalin stenkasi uchli profildan to'qilgan, taglariga ham ponni ramka qilib to'qib chiqilgan hamda dishlasiga bitta ahamiyat berasizlar. Mana dishlarining qalinligi ancha qalin. Oldingi aravalarda mana bunaqa ingichka dishlar kelardi. Buni dishlasi ham ancha qalin. Shu botga yuk tushgan paytda dishlasi bukilib ketmasligini hisobini olingan. Xo'p, bu aravamizning narxi 2 million 800 mingdan boshlab 3 million 900 ming so'mgacha razmeriga, baland pastligiga qarab narx-navozi o'zgaradi. Xo'p. Motoblogga o'tadigan bo'lsak, motoblogimiz Belarus firmasiga tegishli eng kattasidan olaman degan akalarga. Xo'p, 15 ot kuchli modeli. Motori 190F motor, 15 ot kuchli benzinli model hisoblanadi. Bu ham xuddi shu yurish qismi zavodning orqali tortib yurg'izilinadi. Motor ishga tushgandan keyin bunda ham xuddi shu oldiga 1-2 skoros va orqaga bittadan zatning xotigacha qo'yilgan bo'ladi. Buni yaxshi tomoni
Oldingilardan farqi motori katta, shuni hisobiga avtomat korobkali bo'ladi akalar. Avtomat korobka deyilgani, skoroskka shunday, skorosk ko'rganingizdan keyin bu qizil muftani bossangiz traktor yuradi, qo'lingizdan chiqsa xalastoy bo'lib qoladigan model hisoblanadi. Xo'p, bu 15 kuchli motoblogimizning narxi 5 milliondan boshlab turib 8,5 million so'mgacha bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim. Aloqaga chiqsanglar, aravani ham, motobloglarni ham qo'ldan kelgancha yana ham to'liqroq ma'lumotni beraman. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Narx-navosini kelishtirib arzon qilib beramiz.